hozir ko'rsatadigan oyoq kiyimim har kuni mazax kiplashsa bo'ladigan oyoq kiyimlardan bittasini ko'rsataman. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Rangi to'q ko'ksi. Hozir men kamera ko'rsatib beryaptimmi bilmayman. Dizayni lekin yaxshi boplagan. Hech qanaqa bir ortiqcha bir keraksiz joyi yo'q bo'lgan oyoq kiyim. Tepadan ko'rinish. Qoliplari ham doimgidek hamma podъемli oyoqlarga ham birdek tinch beradigan qilib ishlangan. Sherigi. Buni bitta zo'r tomoni men ichiga gubka qo'ygan, kiyganda yumshoq. 24 soat kiyib yursa ham umuman oyoqni charchatmaydigan xilidan. Xullas 40 dan 44 gacha hamma razmeri bor. Narxini 2 600 ming qilib beramiz.